Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram cemaat, bugünkü dersimiz metler hükmünün lazım kaidesi hakkında. Lazım degani bizning tilda da bor, tatar tilinde de tiyishli, tiyish. Bu dersimizde nerse tiyishlisin. Biz bilamiz muhtaram cemaat. Alif, vav, yay bizning mat harflari, 3 harf. Әлеге harflarni tagında so'zlarga yordam eta turgan bizning sababchi matlar bor. Hamza, alif hamza ham sakin. Aldagi iki darsda biz tabag'ash hamza bilan alif hamza misollarini qarab o'tdik. Bugungi darsimizda sakin haqida bo'lar muhtaram jamoat. Bizga ne uchun sakin kerak? Chunki bugungi qoidamiz mat lazım haqida. Ya'ni qoida shulay yang'iraydi. Agarda mat harflaridan so'ng bu ishroqda alif, bu ishroqda mim harfinden so'ng, bu ishroqda nun, vav harfinden so'ng, agarda sakin kela ekan, sakin keldi. Al-haqqa buna sakin keldi. Alifdan so'ng sakin. Alifdan so'ng sakin. Yoydan so'ng sakin. Vav harfinden so'ng, mat harfinden so'ng sakin keldi. Mana bu sakinni biz qo'ymadik. Bu endi sakinlar bor edi. Ya'ni lazım. Ul şuşa söz özüne lazım qilib olgan edi bu sakinni. Ya'ni shitdan biz onu qo'ymadik. Shitdan qo'yilirga mumkin misollarda bor, biz onu kelasi darsda qararmiz. Muhtaram jamoat. Bu misollarda masalan Qur'on Karimda mana al-haqqa, al-haqqatu deb keladi. Ya'ni qof ikkovmanda. Yozilishda shulay. Lekin biz bilamiz, tashdid bu harfni iki ayttiradi. Ya'ni shusha tashdid bu bilgi ostindagi harf, demak bunda ikkov degan so'z. Mana misolda ochib ko'rsatdik, iki harf. Onun albatta birinchisi sakinda bo'ladi. Ikkinchisi fathali bo'ladi. Mana fathani yozib qo'ydik. Bizga bu misolni ishim kerak, chunki muhtaram jamoat, tashdidni ochgandan so'ng qaradik, onun ostida sakin bor. Sakin bizning mat harfinden so'ng keldi. Mat harfinden so'ng keldi. Shunga ko'ra mana alif, ya'ni mat harfinden so'ng sakin kelganligi uchun, sakinni lazım, ya'ni bor edi endi bo'landa. Kelganligi uchun mat lazım bo'ldi. Bu ishroqda biz muhtaram jamoat endi mat muttasildan da ko'proq darajada so'zuvimiz tegishli bo'ladi. Ya'ni 2,5 alif miqdori so'zamiz. 2,5. Al-haqqa, al-haqqa. Bizning yoy misoli mana biz Baqara surasining alif, lam, mim, ya'ni muqatta harflar bilan boshlanadi dedik. Qay bir suralar? Bu ishroqda biz endi haligi harflarni ochamiz. Chunki bu harflar muhtaram jamoat o'zlarining ismlari bilan o'qilirga tegishli bo'ladilar. Biz bilamiz, arab tilida har bir harf o'zining ismini tutar. Har bir harfning o'zining ismi bor. Bu ishroqda bizning alif so'zilmay, chunki bunda mat harfi yo'q. Lam bizning bor. Mana alif, alifdan so'ng sakin bo'ldi mana. Shunga ko'ra biz lam deb alifni so'zamiz. Shulay mim ochgan edik, unda yoy kelib chiqdi. Yoydan so'ng sakin bor ekan. Shunga ko'ra muhtaram jamoat bu misolda mat lazım qoidasini tushdi. Vav harfina misol mana Qalam surasining 1-oyati nun. Ya'ni biz
muqatta harfin açkan idik, vav'nu taptık. Vav'dan soň sakin kilgen. Sakini lazım. Şuna göre biz munda mecbur biz muhterem cemaat 2,5 elif miqdarı derecesinde suzırga. Yani nun. Şulay yok muhterem cemaat bu misallarda da әлеге мәтләргә ваҗиб мәтләргә ишара кылып, әлбәттә Казан һәм Араб басмасы Кураннарында дулкын билгесе куела. Дулкын билгесе. Монда бу очракта инде 2 дулкын. Чөнки лам белән мим хәрефләре сузылып укылалар. Бу очракта 1 дулкын куябыз. Менә шуның белән мөхтәрәм җәмәгать безнең мәт лазымы хөкеме аңлашылды.